Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloni osmonda deyish yoki biror joyga o'rnashgan deb e'tiqod qilish joiz emas. Zero osmonni ham, makonni ham Alloh subhanahu va taoloni o'zi yaratgan. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana Allohu va lam yakun shay'un qablahu. Alloh taolo bor edi. Undan boshqa hech narsa bo'lmagandi deganlar. Makonga joylashish yaratilgan narsalarning sifatlaridan hisoblanadi. Ya'ni yaratilgan narsa borki, kattami, kichikmi o'rinni egallaydi. Alloh subhanahu va taolo bundan pok va oliy. Robbimiz o'zini vasflab turib shunday degan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir. U zotga o'xshash hech narsa yo'q. U o'ta eshituvchi, ko'rib turguvchidir. Ushbu oyat karimadan Alloh subhanahu va taolo a'zo va qismlardan tarkib topgan jism emasligi, makon va tarafdan xoli ekanligiga yorqin dalil bo'ladi. Alloh saqlasin, agar Alloh bir tomonda joylashgan deb e'tiqod qiladigan bo'lsak, Alloh narsalarga o'xshab qoladi. Yuqoridagi oyati karimaga zid bo'ladi azizlar. Shu sababli ulamolarimiz Alloh taoloning makoni yo'q, u biror bir tarafda emas deb ta'kidlaganlar. Jumladan e'tiqodimiz qoidalarining asoschisi bo'lgan Imom Abu Mansur Maturidi alayhir rahma o'zlarining tavhid kitoblarida keltiradilar. Allohni makon ila vasflab bo'lmaydi. Zero u zot hech narsa yaratilmasdan oldin ham bor bo'lgandi deb aytganlar. Demak, yuqoridagi oyat va hadislardan xulosa qilib, biz ahli sunna val jamoa Alloh taolo borasida shunday e'tiqoddamiz. Alloh taolo biror taraf, biror makonda emas. Unga zamon va vaqt joriy bo'lmaydi. Agar qalbimizda Alloh qayerda degan savol paydo bo'lsa, iymon va ixlos bilan zamon va makonlar yaratilishdan oldin ham Alloh taolo bor edi. Keyin Alloh makonlarni paydo qildi, zamonlarni joriy qildi. Zamon va makonlar yaratilishdan oldin Alloh subhanahu va taolo qanday bo'lsa, hozir ham shunday deyishimiz to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.